Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Bugungi videomizda Qashqadaryo viloyati Kasb tumanida usta akalarimiz, mana ko'p yillik tajribaga ega usta akamiz mana abo jarayonlarini tugatishibdi. Mana shunday mehmonxonani o'sha TV zonalarni mana dekorativni ishlar qilib, chiroyli qilib berishibdi. Azizlar, narx-navolar haqida aytamiz. Undan avval kanalga bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Like esdan chiqmasin, fikrlarni kutamiz. Sababi bizga obuna bo'lsangiz, o'sha like bossangiz ko'p kishi ko'radi va foydalanadi. O'sha narx-navolar haqida bilib borishadi qurilish sohasida. Azizlar, aboylarni devorli holatiga qarab 50 ming, 60 mingdan 70 minggacha qilib berishyapti. Mana shu variant 50-55 atrofiga bo'lgan devorli holatiga qarab. Rotmi ishlatsa 60 ming, 65 ming har xil devorli holatiga qarab. Agar ob'yom katta bo'lsa 50 mingdan promoshka turkan ustidan qilib beriladi. 2 kilo shpakilovkasi bilan. Laminatimiz 25 mingdan kvadrati bo'lyapti. Linoleum bilan 20 ming so'm va natijali patologlarimiz 80 mingdan boshlanadi. Haddadonni 130 minggacha gulli variantlari bilan. Kim uchun xizmatlar kerak bo'lsa, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro bo'yicha MDF patolog, aboy, linoleum, laminat, o'sha tunika ishlari bizda mavjud. Aloqa chiqaverasizlar. Zakaz olamiz. Nasib bo'lsa, mana bu juda ham chiroyli chiqqan. O'sha qora adnitonni natijali bo'lgan, keyin qandil ilingan mana va pastki qismi ham gulli aboy bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Yana bir obyekt tugadi, qo'llar dard ko'rmasin. Juda ham chiroyli chiqqan. Va obuna bo'lib qo'yinglar. Instagramga Xunama TV yoki Usta Tohir deysizlar, chiqadi. Usta akamiz ham ko'p ishlarni chiqaramiz, ko'p yillik tajribaga ega. Mallarka sohasida aloqa chiqaverasizlar. Dekor plus o'sha patologlar bilan patkulch aboylarigacha mana shunday chiroyli qilib uyingizni bitkazib berishadi mana. Baho berasizlar. Juda ham zo'r super mo'yish aboy. Shu gulli variant qilingan bu xonadonimizga. Hammaga omad, topganlaringizga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.